Qo'limdagi bu torda biror kuyni chalib bersam ham sizni hayron qoldira olmayman. Lekin kecha prezidentimizning yoshlar bilan bo'lib o'tgan muloqotda xorazmlik 13 yoshli Otamurod Raimboyev nafaqat yig'ilganlarni, balki shaxsan prezidentning o'zini ham qoyil qoldirdi. Qolaversa, butun xalqimizga ham iste'dodini va mehnatlarning besamar ketmaganligini isbotladi. Iste'dod, mehnat, maqsad, e'tibor, imkoniyat. Aynan shular yosh Otamurod Raimboyevni Xorazmdan poytaxt sari yetakladi. Poytaxtning ham Ko'ksaroy qarorgohi, to'g'ridan-to'g'ri davlat rahbarining oldiga, prezident bilan muloqot qilishga. Urganch tumanidagi 11-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining 4-sinf o'quvchisi Otamurodning oilasida qo'shiqchilar bo'lmasa-da, Xorazmning uzoq yillik tarixga ega xalq durdonalari, maqom va xalfalari har bir xorazmlikni salkam san'atkor qilib tarbiyalaydi. Uyimda Komiljon Taniyazov ustozlarimizni ashulalarini doim yangrab turardi-da. Shularni eshitib, katta bo'lsam, shu musiqa maktabiga boraman deb maqsad qo'yganman. Urbob chalishni 8-9 yoshimdan boshlaganman. Hozir siz 13 yoshdasiz. Shunaqa yosh bo'lishingizga qaramasdan, mana shu iste'dodingizni butun aytaylik O'zbekiston xalqi tan olyapti. Bunda asosiy sabab, asosiy bir omil nima deb o'ylaysiz? Bunda asosiy sabab ustozlarim. Asosan Oybek ustozim bor musiqa maktabidan, maktabimiz direktori va shu musiqa maktabida ishlaydigan barcha ustozlarim shu bu yoqqa kelishimdan oldin qo'llab-quvvatlab, kamchiliklarimni to'g'rilab yuborishdi. Xorazm san'atining o'ziga xos yo'nalishi, o'ziga xosligi bor. Siz kimlarga havas qilib san'at yo'lini tanlagansiz? Asosan Komiljon ustozimizga, Komiljon Taniyazov ustozimizga albomlardan, kasetalardan eshitib, juda bir doida ovoz sohibi Komiljon ustozimizga havas qilib, shu yo'l san'atni tanlaymiz, boshlaymiz.